Yuqori tana haroratida talvasa xurujlari, hushdan ketishlar, oyoq-qo'l qaltirashlari va og'izdan ko'pik kelish holatlari sizni bolangizda ham kuzatilyaptimi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men vrach-nevrolog Husniddin Sattorov Amir qiluvchi 7 yillik tajribaga ega. Bugun yuqori temperaturada, ya'ni fibril tutqanoq fan tilida va ko'cha tilida aytganda o'sha yuqori temperaturada, ya'ni tana harorati oshganda sudurgilar berish haqida gaplashamiz. Xo'p, asosan bu bolalarda kechadi, ya'ni o'zi xalqaro standartda epilepsiyaga qarshi kurash ligasi fibril tutqanoqlarni o'zi normal holat qanaqa va kasallik holati qanaqa deb savol qo'yishadi. Ko'pchilik insonlar o'zi xalqimiz orasida ham bolalar yuqori tana haroratida hushdan ketish holatlari yoki titroqlar yoki bo'lmasa og'izdan ko'pik kelish holatlarini juda ham jiddiy og'ir kasalliklar turiga kirgizib qo'yishadi. Ayrim doktorlar ham bor. Albatta bu holatda kasallik sababi aniqlanadi va uni kechganligi, belgilari va boshqa holatlar baholanadi. Shundan keyin bolalarda standart tekshiruvlar, laborator va instrumental tekshiruvlar qilinib, diagnoz qo'yilib va to'g'ri davo taktikalari tanlanadi. Xo'p, dastlab nima bo'ladi? Xo'p, masalan, inson organizmi 36.6 da eng yaxshi optimal ishlash funksiyasini bajaradi. Nafaqat miya, balki o'sha jigar, yurak va boshqa organlar ham. Endi bosh miyada umuman o'zi tanada tana harorati oshgandan keyin miyada kislorod tanqisligi kuchayadi. Natijada esa miyada shish yuzaga keladi. Bu esa kompensator mexanizm deb ataladi. Ya'ni insonni o'sha yuqori tana haroratiga reaksiyasi har xil bo'ladi. Kimdadir o'sha titroqlar, kimdadir hushdan ketish holatlari va boshqa holatlar bilan yuzaga kelishi mumkin. Endi buni 38 va 38,5 o'sha gradusdan yuqori bo'lgan holatlar miyani javob reaksiyasi aktivlashadi va bu holat bolalarda tutqanoqlar, ya'ni o'sha qaltiroqlar bilan hushdan ketish holatlari bilan kechadi. Bu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Dastlab bolani kislorodli xonaga, ya'ni toza havoga olib chiqish yoki bo'lmasa xonada bo'lsa, o'sha derazalarni ochish tavsiya qilinadi va yonbosh yotqizib, hech qanaqa vahimaga o'rin yo'q va uni yonbosh yotqizib kuzatiladi. Agarda bu holat 3 va 5 minut oralig'ida bo'lsa, skoriy chaqirish tavsiya qilinadi. Agarda u holatgacha agar bola o'ziga kelsa, bo'ldi. Endi bunda taktika o'zgaradi. Xo'p, bu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Dastlab bolani kiyimlari yechirilib, iliq suv bilan tana artiladi va tana harorati agar 38,5-39 gradus ko'tarilgan bo'lsa, bolani normal tana haroratiga olib kelinadi, ya'ni minimum 36,8-37 gradusga. Va bu holatda bola bir necha daqiqa yoki bir necha soatdan keyin o'ziga keladi, lekin bu holatda birdaniga epilepsiyaga qarshi dorilar, ya'ni mutaxassis bilan gaplashilganda yoki diagnoz qo'yilganda epilepsiyaga qarshi dorilar birdaniga berilmaydi. Agarda bu holat bir oyda 3 marta takrorlansa, hech qanaqa sababsiz, nafaqat tana haroratini ko'tarishi, balki boshqa holatlar bilan bir oyda 3 marta takrorlansa va undan ko'p holatlarda yoki bo'lmasa cho'chish holatlari, asabiylik, jizzakilik, ko'p yig'lash holatlari, og'iz atrofida ko'karish holatlari ko'payadigan bo'lsa, albatta qon analizlari tekshiriladi, bosh miya EEG qilinadi va nevrolog bilan maslahatlashilib, o'shanda diagnoz qo'yilib, yechim beriladi. Ko'pchilik mutaxassislar, ayniqsa nevrolog, epileptologlar fibril tutqanoqlarni sudurga, ya'ni tutqanoqqa qarshi dorilar berib, birinchi xurujidan o'sha dorilarni boshlashadi. Aslida bu taktika noto'g'ri. Sababi u hayoti davomida bir marta bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa u keyinchalik o'sha kasallik sababi yo'qotilgandan keyin bu umuman qayta bo'lmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha sabab bo'lgan omilni yo'qotsa, ya'ni tana haroratini ko'tarilishini oldini olishda yoki bo'lmasa tana haroratini normal ushlab, yuqori ko'tarilmasligini nazorat qilib, mana shu fibril tutqanoqlarni oldini olish mumkin. Bunda o'zi insonda gipoksik holatlar kuchayib ketib qoladi. Bu esa fibril tutqanoq xurujlarini
asosiy sababchisiga aylanadi. Ko'p ota-onalar agarda o'sha fibril tutqanoqlari birinchi marta farzandida bo'lganda juda ham qattiq vahimaga tushadi va qo'rqadi. To'g'ri, bu holatni to'g'ri tushunsa bo'ladi, sababi ular vrach emas. Endi bu holatda juda ham qattiq vahima qilish o'rniga to'g'ri taktika qilish tavsiya qilinadi. Bunda bemor o'sha chaqaloq yoki bo'lmasa bolangiz hushdan ketdi, o'sha paytda xuruj berdi. Faqat yonbosh yotqiziladi va oynalar ochiladi. Kislorod bilan ta'minlash birinchi taktika. Endi qattiq jismlardan uzoqlashtirish tavsiya qilinadi. Ya'ni shkaflar bo'lishi mumkin, har xil yiqilib ketishi mumkin bo'lgan yoki issiq suv, tok va boshqa holatlardan uzoqlashtirish kerak bo'ladi. Keyin ota-onalar o'sha bolamni tili tortilib ketadi yoki bu boshqa holatlar bo'lishi mumkin deb og'ziga qoshiq yoki bo'lmasa qo'lni tiqish holatlari, xatoliklar ko'p uchraydi. Aslida anatomik jihatdan inson chap yoki o'ng yonboshga yotqizilganda tili halqumga tiqilish ehtimolligi yo'q. Insonni shunaqa yaratilgan, o'zi anatomik tuzilishi. Shuning uchun chap yoki o'ng yonboshga bemor yotqiziladi va kislorod bilan ta'minlanishni to'g'ri tashkillashtirish eng yaxshi yechim hisoblanadi. Va tez tibbiy yordam chaqirilib, eng yaqin shifoxonaga yetkaziladi. Keyingi etapni o'sha qaysi mutaxassis, ya'ni birinchi reanimatolog ko'rigi va nevropatolog ko'rigi qilingandan keyin xulosa qilinadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qanday nevrologik kasalliklar sizni bezovta qiladi? Kommentariyalarda yozib qoldiring.